Bugun sizlar bilan BYD avtomobillarining ichida hamyonbop va shu bilan birga tezamkor avtomobilni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Men adım Sarvar, BYD sotuv bo'limida menejer bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan BYD Seagull elektromobilimizni to'liq obzor etib o'tamiz. BYD Seagull avtomobilimiz 100% tokda harakatlanadi. Bir to'liq zaryad bilan 405 km/gacha yurib beradi. 75-600 ga ega bo'lgan elektromotorimiz 0 dan 100 gacha 10 sekundda chiqadi. BYD Seagull elektromobilimizning dizayni Ocean Face stilida ishlangan. E'tibor etasizlar, elde farlarimiz ham to'liq LED chiroqlar bilan jihozlangan. Yan tarafına keladigan bo'lsak, dizaynlarni ko'ribsizlar, ham plus tarafi NFC kartamiz bo'yicha ochish dostuplar ham beda bo'ladi. Bu o'zi nov narsa desangizlar, bu дополнительный 3-kilit bo'ladi. Polностью salonga dostup bo'ladi. Ilib, ochib, bemalol shu karta bo'yicha yursangizlar ham bo'ladi. Plus tarafına keladigan bo'lsak, 5 ключевой dostup, ya'ni knopkalarimiz ham shuyda joylashgan. Diskalarimizning razmeri 16 lik bo'ladi. E'tibor etgan bo'lsangizlar, 4sidan ham diskovoy tormoz bo'ladi. Avtomobilimizda menga eng yoqqan tarafi arka dizayni bo'ladi. Ko'rganlaringizning akkuratni bir polasa tashalgan. Tormozimizda esa дополнительный chiroqlar yonadi, beram yorug'lashadi. Avtomobilimizning bagaj qismiga keladigan bo'lsak, 165 litr ob'yomga ega bo'ladi. Komplektindan ko'rib chiqamiz. 2 dona zaryadchimiz bo'ladi. 1.8 kW hamda 7 kW bo'ladi. 1.8 ga qo'shimcha yana avtomobilimizdan tok olish sistemasi ham bo'ladi. Ya'ni ko'chaga chiqsangiz yoki bir dam olishga chiqsangiz, avtomobilingiz bemalol size ko'chaga 220 chiqarib berib biladi. Ya'ni mashina o'limiz buyana size 220 chiqarib beradi. Dimzo'r funksiya. Bu komplektimiz esa shinalarni yamash komplekti bo'ladi. Spesialniy оборудованияsi bo'ladi. Shu orqali bemalol mashinalarimizni balonni yamasak bo'ladi. Zaryadchilarni to'xtatadigan bo'lsak, 2 dona zaryadchi komplektida bo'ladi dedik. 7 kW da zaryadga qo'yadigan bo'lsak, primerni 5 saat dolduradi uy sharoitida. Agar 1.8 kW da qo'yadigan bo'lsak, bu ham uy sharoitida zaryad oladi. Primerni 20 saat dolduradi. Bu kichkina zaryadchamiz. Agar katta tokda, ya'ni ko'chada stansiyada qo'yadigan bo'lsak, 35 minut 40 minut atrofida 100% doldurib beradi. Dam olsa chiqqan vaqtlaringiz esa bemalol sideniya yotqiztirib, katta bagajlik bilan ketsangiz bo'ladi. Arka tarafimizda 3 dona parktronikimiz va 1 dona kameramiz joylashgan. Bular esa kichkina yerlardan parkovka etsa zo'r yordam beradi. Endi sizlar bilan ichki qismini ko'rib chiqamiz. Avtomobilimizning ichki dizayniga keladigan bo'lsak, dim chiroyli ishlangan, необычный stilda multi-rule polni planshetlarimizdan beda joylashgan. Shofyor taraf sideniyamiz polностью elektropaketda bo'ladi. Bunda joylashgan skorslarimiz, ham avarincha knopkalarimiz, konditsioner knopkalarimiz, zvuklarimiz hammasi bu yerda joylashgan. Deflektorlarimiz ham beda shofyor tarafda, bu tarafda joylashgan. Eng katta pluslarımızdan biri besprovodnoy zaryadkamiz ham shunda zo'r yerda joylashgan. Past tarafimizda joylashgan narsamiz Type-C zaryadchimiz bo'ladi, mikrofleshiyamiz bo'ladi hamda fleshiyamiz va переключателimiz ham shunda joylashgan bo'ladi. Sideniyamiz ekokojadan ishlangan bo'ladi. O'tirganlaringizda sizni quchoqlab o'z bag'rina oladi. Meni bo'yim 1.84, elde sideniyani o'zimga zo'rat taqladim. Ko'rganlaringizni orqadan ham lazzat o'tirsa bo'ladi. Avtomobilimizda общий 6 dona airbagimiz bor. Bu sizning xavfsizligingizni maksimal darajada ta'minlab beradi. Monitorimiz 9 dyum bo'ladi. Hamma yozuvlari ruscha va o'zbek tilida bo'ladi. Ko'rganlaringizning hamda eng qiziqarli yeri голосовой komandalarimiz ham rus tilida bo'ladi. Nazizlar bilan ishlatib ko'rib chiqamiz. Hay BYD. Говори, пожалуйста. Включи кондиционер. Кондиционер включен. Ko'rganlaringizning konditsionerni yoqdi. Bemalol голосовой komanda bilan graduslarni belgilasak bo'ladi. Konditsionerlarimizni yoqib o'chirsak bo'ladi va yana ko'p funksiyalarni bajarsak bo'ladi. Aytib o'tganimizning ruscha va o'zbek tilida, hozir rus tilida tutdi ekan. Mana hammasi rus tilida bo'ladi. Va undan tashqari planshetimizda Android Auto va Apple CarPlay sistemalari ham bor. Bizga tarafdan sizlarga sovg'a bo'ladigan narsa SIM kartalarimiz bo'ladi. Bu SIM kartani nechunchalik desangiz, bizning avtomobilimizda sizga eng zo'r yoqadigan narsamiz bor, ya'ni 4G Cloud sistema. 4G Cloud sistema bu nov sistema desangiz, hozir shuni batafsilroq tushuntirib o'tamiz. E'tibor etamiz, SIM kartamiz ham 2 yillik besplatniy SIM karta bo'ladi. 4G Cloud sistemamiz mashin bilan telefonni ikkisini ulab beramiz. Ya'ni telefoningizda internet bo'lsa bo'ldi, programmasi bor. Programmasini ikkisini ulab berganimizdan keyin polностью avtomobilimizni boshqaruvi telefoningizda bo'ladi. Ya'ni o'chirib, yoqib, polностью konditsionerlarni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Uyda o'tirgan holda sizga shu funksiyamiz dimzo'r komfort yaratib beradi.
Tablosuna gəladigan bolsaq, həmmə özgərişlərlə şu tablodan görürsüz bo'ladi. Eshik açıq turğanı, balon davleniyalari, hamda mashinamizda 3 xil rejim bor. Ya'ni Eco, обычный и sport rejimlarimiz ham bor. Eng asosiysi elektromobilimizda zavod tarafdan mashinani o'zini 6 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Akkumulyatordan esa 8 yil yoki 150 ming kilometrgacha ofisiallik garantiya beriladi. Seagull elektromobilimiz naqd savdoda mavjud. Hammangizni BYD Urganch rasmiy dilerida kutib qolamiz.